Abdulaziz Hakimovich, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Bitta qarsak chop beraylik, kimni krediti yo'q. Mamutda bitta opa endi qarsak chamoqchi edilar. Atmay bo'lib ketdi qarsak. Meni kreditim bor. No, qarsak cho'magan hamma kabi menda ham kredit bor, 11 million 200 ming. Yo'q, men o'zim uchun olmaganman. Uyga kerak bo'lgan olib berganman. No, vряд ли kimdandir nima kredit olding desak, ayb qildim demaylik-ku. Disketdagi qizlar totalizator, bu ham qamalishda gap, hech kim o'zini ayb bilan qamalmaydi. Lekin aytishlar mumkin, 11 million 200 ming unchalik katta summa emas deb. Bankdagilar boshqa fikrda qaytarib bering deyapti. Rostdan, men o'ylayman bankda ikkita undiruv bo'limi bor-da. Ikkita xodim yonma-yon o'tiradi-da. Bittasi startaplar uchun, katta bizneslar uchun berilgan kreditlarni undiradi. Yonida o'tirgan xodim meni kreditimni undiradi. Nargiz tajribali biznesmenlar qo'ng'iroq qiladi. Qobul Karimovich, sizning kompaniyangiz tomonidan olingan kreditda 345 million so'mlik kechikish aniqlandi. Sizga shuni eslatib o'tmoqchimanki, bugun to'lanmasa 15% penya tug'ishi mumkin. Ha, buxgalteriya va hamkorlar bilan bog'liq muammolar deysizmi? Sizni tushunaman. Bugun pulni kutaman. Rahmat. Meni kreditimni undiradiganga telefon qiladi. Alo, san Amerikaymisan? Assalomu alaykum aka, payshanba kuni to'layman desam, to'lamasang non ursinmi? Nonga kredit bo'lsa pul to'lardik aka. Nima problema bor ukam? Nima problema bor? O'rtog'im qarzini bermayapti desam, o'rtog'ing nomini ber, men ko'rsataman. O dalshi aka kelajakdagi muammolarimni ham hal qilib bermoqchi-da. Oxiri qaror qildim. Undiruv bo'limiga bankka ishga kirmoqchiman. U bank emas, bilib qolishadi boshqa bankka. Boshqa bankka ishga kiramanda, ishlab o'tiramanda, hamma obedga chiqib ketganda, o'zimning kompyuterimdan ana kreditim bor bankni buzib kiraman. Buzib kira olsam kerak, bu bankning kompyuteri-ku. Buzib kiramanda o'zim onlayn kreditimni topib, shuni chiqonchani o'ng tomonini bosib udalit qilib yuboraman. Men ham ahmoq emasman, karzinkadan ham o'chiraman. Lekin o'ylayman, baribir bilib qolishadi-da, baribir bilib qolishadi. Bizni bo'lim boshlig'i majlis qilib, bugun yig'ilishimizdan maqsad qo'shni bankdagi kreditlarning biri bizning xodim tomonidan o'chirib yuborilgan. Aniqroq aytadigan bo'lsam, Mamozokirov Abdulaziz ismli shaxsning krediti. Sizga xabaringiz yo'qmi Mamozokirov Abdulaziz? Men bu yerda qo'limda fleshka bilan prosta kopirovat qo'ymoqchiman boshliq. Lekin mana shu maqsadim amalga oshmasa, men majbur bo'laman qabih niyatimni amalga oshirishga. Chisto hozir vijdonim yo'l qo'ymayapti, lekin kreditni onlayn olganman-ku. Shuni o'sha programmani o'chirib soqol qo'yib olaman, meni taniydi. Rostdan, ish qilib umuman to'lamoqchi emasman. Chunki kredit kerak paytda keraklik summani olganman-da. Lekin to'layotgan paytda qo'ldan kelgancha to'layapman. Chunki hamma ish qo'ldan kelgancha qilaman. Bugungi chiqishimga ham qo'ldan kelgancha tayyorgarlik ko'rdim. O'zim ham hayotda shunaqa yashayman. Misol uchun mana yaqinda 100 tonirovkada qora jentra ko'rmay qoldi shekilli, yo'l chetida turdim, urib ketishga sal qoldi. Ammo bundoq qildim. Даже oyog'im joyida turibdi-da. Jentranchilar akam qo'ldan kelgancha harakat qilar ekan, u ham jentranchilar bundoq qilib o'tib ketdi. Shunchalik qo'ldan kelgancha men o'ylayman, даже kelajakda bo'lajak qanotamanga qarab ish qilib qizim boqa olasizmi desa, da harakat qilaman. O'zi qancha yeydi? Shu darajada qo'ldan kelgancha. Oxirgi paytlar ko'p e'tibor berib qolyapman. Odamlar juda ham asabiy. Oxirgi payt odamlar juda ham asabiy. Parkda bitta onani ko'rib qoldim. 4-5 yoshlik o'g'lini parkdan xilpiratib olib chiqib ketyapti-da. Bayroq xilpiraydi-ku. Bolani oyog'i yerga tegmayapti-da. Bolani sudrab olgan, qaytib parkka olib keling demanga, bitta o'yinchoq 20 ming, 60 ming narsa ushlab olgansa, hammamizga qarab turibdi. Bitta attraksion 30 ming, dadang o'zi 50 ming pul bergan. Hiqillama. Ko'zingni siydiklab oqizama, hiqillama. Sizlar 2 minutda qarigan bolani ko'ryapsizlar? Bolani men ishonaman. Bola hozir o'yinchoq olib bering deb emas, bo'g'mang deb yig'layapti-da. O'zi kuch topib 3 marta uryapti onasining qo'liga. Men ishonaman, hozir bolani prosta qo'yib yuborsangiz, o'zi yo'l kerak 2 ming topib yaqinroq dedimga yetib oladi-da. Menimcha endi bu bola katta bo'lgandan keyin hech qachon qo'liga gitarani ushlab tomirda qonim onam deb qo'shiq aytmaydi. Bu vaziyatda lekin ona hammamiz ko'zimizga juda ham yovuz bo'lib ko'rindi. Juda ham yovuz ona, mehrsiz ona.
Lekin biz qayerdan bilamiz? Balki ona ham aytgandir boshda. O'g'lim, o'yinchoq amakinga qaytarib ber. Bizning pulimiz kam. Degan bo'lsa, qaytarib ber, keyingi safar olib beraman, qaytarib berasan-a? Yo'q. Keyin ona parkni do'zaxga aylantirish rejimiga o'tgan. Chunki tajribali onalar juda ham yaxshi bilishadi, bola bilan konflikt bo'lganda birinchi hujumga o'tish juda ham muhim. Rostdan, bolani endi bola o'g'risiga va parkka fobiyasi bor-da. Rostdan, men bilan qachondir bola uyda prosta ovqatini yemasa ham onasi aytadi-da, "O'g'lim, ovqatingni yeb qo'y." "Yo'q, desa, yeb qo'y, polvon bo'lasan." "Yo'q", desa, qulontaga kelib, "Bo'lmasa parkka olib boraman." Tanishlarim juda ham ko'p aytishadi menga, "Abdulaziz, sen zerkarli odamsan" deyshadi. "Sen zerkarli odamsan, sen hobbilaring yo'q" deyshadi. Lekin ular bilmaydi, meni hobbim bor aslida. Och qoringa patologga qarab yotishni yaxshi ko'raman. To'g'ri, hobbidan ko'ra ko'proq qashshoqlikdagi eshitiladi. Lekin har holda men o'lim bilan o'ynashmayman. O'lim bilan o'ynashadiganlar bor-da. Jumping va islom aytdilar-ku, arqon boylab beliga o'zini pastga tashlaydiganlar bor-da. U yoqdagi adrenalin o'lmay qolishingizda. U yoqda bilasan, to'lov oldindan, chunki marhumdan pul bo'lmaydi. Statistikaga qaraganda 2024-yil 1 yilda o'zida O'zbekistonda 2203 nafar inson yo'l transport hodisasida o'lgan. Lekin 300 tezlikda mototsikl haydaydigan akalar, ya ular haydolmagan deb uydan chiqadi. Men juda tushuntirish kerak. Hayotni kontrolsiz bilan orqaga qaytarib bo'lmaydi. Do'stlar, bitta mototsikl haydaydigan tanishimga shuni aytsam, "Sen qayerdan bilarding buni kayfini? Men mototsikldagi 30 soniya ham seni butun boshli umringdan mazmunliroq" dedi. Yo, men ishonaman, chunki hamma narsani ham oxiri qadrli. Yo'q, aytishlar mumkin. Xo'p, nima qilaylik? Senga o'xshab och qoringa patologga qarab yotaylikmi? Yo'q. Hot-dog yeyli. Shunaqa yeyli, bu tomondan ketchup, bu tomondan mayonez oqsin. Adrenalin-ku. Agar shunda ham adrenalin kamlik qilsa, qazili hot-dog yeyli. Yo, atravni bo'lishlarga adrenalin bermaydimi? Yo'q, zapchi, men o'ylayman, odam shunaqa hobbi bilan shug'ullanish kerakki, o'sha hobbi bilan shug'ullanib bo'lgandan keyin yaqinlari unga qarab, buni uyga kim olib ketadi deyish kerak emas. O'z uyiga yeta oladigan hobbi bilan. Buguncha mana shular. Hammaga rahmat.